Bulutlarni qaranglar chiroyliligini. Mana shunaqa tabiat like bilan podpisatsiyaga arzimasa yana nimaga arziydi? Aytinglar, bu tabiatni qaranglar turishini. Osmonni qaranglar, go'zalligini, musaffoligini. Ayoqdan chiqib kelayotgan bulutlarni qaranglar chiroyliligini. Bundan ziyod yana nima kerak insonga? Aytinglar. Alloh taolo shuncha noz-ne'mat berib qo'yibdi bizga. Shuncha karomat ko'rsatib qo'yibdi, shuncha mo'jiza ko'rsatib qo'yibdi. Yana nima kerak? Qaranglar chiroyliligini, hayotni. Buni go'zalligini qaranglar. Bunaqa holatni qayerda ko'rasizlar yana? Bulutlarni qaranglar, xuddi chizib qo'yganga o'xshaydi bormi? Xuddi chizilgan bulutlarga o'xshaydi. Hayot qiziq, bu hayot. Hayotda yashash kerak faqat.